Amerikaning Nevada shtatida, aniqrog'i Las Vegas shahridan 133 kilometr shimoli-g'arbda, shuningdek Groom Lake ko'lining janubiy qirg'og'ida Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy havo kuchlariga qarashli bo'lgan Edwards nomli baza mavjud bo'lib, mazkur bazaga taxminan 1955-yilda asos solingan. Aynan biz hozir aytayotgan Edwards bazasi jahon ommaviy axborot vositalari tilida 51-zona deya tilga olinadi. Ushbu bazaning ichki qismini hali hech bir mamlakat razvedka tizimi suratga olgan emas. Taxmin qilinishicha, u yer tagida joylashgan. Shunisi aniqki, 51-hudud ustidan parvoz qilish umuman mumkin emas. Agar kimdir bu talabga javob bermasa, aniqrog'i uning ustidan uchib o'tishni istasa, u holda u samolyoti bilan birga g'oyib bo'ladi. Bu haqida keyinroq 51-hududni birinchi bo'lib sobiq Sovet ittifoqi razvedka samolyoti 1988-yilda suratga olishga va uni jahon ommasiga oshkor qilishga muvaffaq bo'lgan. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatı esa 2013-yildagina mazkur maxfiy baza borligini qisman tan oldi xolos. Taxminiy ma'lumotlarga qaraganda 51-zonada Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy havo kuchlari maxfiy reaktiv samolyotlar yasash bilan, shuningdek, o'zga sayyoraliklarni o'rganish bilan shug'ullanadi. Va yana shunisi ham borki, 51-zonada yerga qo'ngan bir emas, bir nechta o'zga sayyoraliklarning murdasi bor. Shu bilan bir qatorda ularning uchib kelgan kemasi ham. Biroq bularning barchasi taxmin xolos. Aniq fakt sifatida shuni ayta olamizki, so'nggi 60 yil ichida 51-zona ustidan uchib o'tgan 2000 ta samolyot o'z-o'zidan g'oyib bo'lgan. Ularning ekipaj a'zolari ham. Bu gapimiz aniq fakt. Endi 51-zonadagi o'zga sayyoraliklar haqida qisqacha gapirib o'tsak, 1989-yilda butun dunyo telekanallari orqali siz hozir tasvirda ko'rib turgan surat namoyish etilib, suratdagi o'zga sayyoraliklar 51-zonadaligi aytilgan. Biroq eslab qoling, mazkur suratdagi noma'lum jonzotlarni Amerika Qo'shma Shtatlarining Nellis harbiy havo bazasida injener bo'lib ishlagan fizik Bob Lazar ismli kishi yasaganini shaxsan oradan 3 yil o'tib, ya'ni 1992-yilda rasman tan olgan. Bundan kelib chiqadiki, 51-zonada hech qanday o'zga sayyoralik yo'q. Endi ob-havoga ta'sir ko'rsatish to'g'risida to'xtalamiz. Nima emish 51-zonada yer sayyorasining ob-havosiga ta'sir qila oladigan, aniqrog'i iqlimni o'zgartira oladigan texnika mavjudmish. Bu aqlga sig'adigan gap emas. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda shuni aytish mumkinki, 51-zonada faqat va faqat reaktiv va hali jahonga noma'lum samolyotlar ishlanishi mumkin. Ammo bu ham bir taxmin xolos. Negaki na Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining o'zi va na boshqa davlatlar razvedka tashkilotlari ushbu hududni ichida nima borligini va u yerdagi yuzlab olimlarning nima bilan shug'ullanishini oshkor qilgan emas. Umid qilamizki, mavzu bo'yicha siz uchun kerakli ma'lumotlarni taqdim qila oldik.